qachon mana uyingiz qachon toza bo'lsagina mehmon kutasiz. Toza emas joyga mehmon kutasizmi? To'g'rimi? Tozalab olasiz, mehmon kelishidan avval yig'ishtirasiz, yuvasiz, surtasiz, ertaga mehmon kelayotgan deb taradud ko'rasiz, to'g'rimi? O'sha follikullarning yorilishi uchun mana shu narsalar. Bilim, ilm, kitob o'qish. Menimcha 2 tomlik kitobda juda ko'p narsa bor. Qarang, hozir yana aytdim-ku, 3 kun u davo emas. 3 kun. Zindamiz tok emas. To'lqinlar. U shunaqa deganda ham siz mutaxassissiz. Siz zinda mutaxassis hisoblanasiz. 3 ta to'lqin borligini o'sha menday ginekolog vrachga tushuntirib bering. Albatta ginekolog vrach tok deydi. Siz mutaxassissiz. Tushundingizmi? Ginekolog vrach boyaga biz temirni deymiz-ku, u zerkalo deydi, oynani deydi. To'g'rimi? Siz mutaxassissiz. O'sha 3 ta to'lqin deb gapiring. Tok demang, tok emas deng. 3 ta to'lqin deng. Keyin shunda ginekolog vrach sizni bilimingizga tasanno aytadi. Bu tok emas, to'lqinni bilar ekan deydi. Shuning uchun o'sha kitobimizni 2 ta tomlik kitobimizni albatta o'qingizlar. Shunda har bir harfida mo'jiza bor. Bitta o'qiganda hech narsa bilmaymiz. 2 marta o'qiganda ham bilmaymiz. Qayta o'qiganda nimanidir olamiz u yerdan. Juda ko'p narsa olamiz. Endi tushundingizmi? Tok demaysiz, to'lqin deb gapirasiz. Yo'q, qarang, ustoz bunaqa deng. To'lqinlari bor deng, 3 ta to'lqini bor deng. Chunki bilimingiz shunchalik ziyoda ekanligini u kishi his qilsin-da, titrasin-da, tushundingizmi? Uy bekasimisiz? Uy bekasi to'lqinni bilardan, nima uchun men to'lqinni bilmayman deb izlansin. Tok demasin, to'lqin deng. To'lqin nima ekan deb izlansin ozgina. To'g'rimi? Biz to'lqinlar bilan ishlaymiz. Yilda ko'rmasin, organizm bu. Inkubator emas-ku. Yana boshlash kerak, 3 yil kutish kerak endi u. 3 yil, masalan, har yil o'ylab qarang, men buni cho'zayotgani, to'g'rimi? 1 yil muncha cho'ziladi, 2-chi yil muncha cho'ziladi, mana u cho'zilib, ingichka bo'lib, rasvo bo'ladi. Ishlatib bo'lmaydigan darajaga keladi. U organizm-ku, dam olsin hozir. Dam olganda ham faqat yostiqqa yotib, bunaqa qil dam olmaydi. Organizmini tozalaydi, mikroelementlar bilan to'yintiradi, zinda apparatida muolaja oladi. Ana undan keyin farzandli bo'ladi. Aytishadi-yu, sirpanchiq bo'lib qolibdi, sirpanchiq. Sirpanchiq nimaga sirpanchiq bo'lib qoladi? Mikroelementlar yetishmayapti unda. Nima uchun 3 yilgacha dam oling deyiladi. Qiz farzanddan keyin 3 yilgacha, o'g'il bolada 5 yilgacha
Sabab organizm tiklab olish kerak. Hali tiklanib bo'lmaganlarga yaxshi ham bajadan 9 oygacha ko'tarib beryapti ekan. To'g'rimi? Bir xil diagnoz, uni immuniteti past, mikroelementlari yo'q. Bolaga yetkazib beradigan mikroelement bo'lish kerak onada. O'sha kasalingiz 1 yil mana oxirgisida 9 oy mobaynida, u 9 oy